Agarda bolangiz sizni aytganingizni qilmaydigan bo'lsa, uyga kechalari kech keladigan bo'lsa, telefon qilsangiz telefoningizni ko'tarmaydigan bo'lsa, musorlarni to'kmaydigan va uyga vazifalarni vaqtida bajarmaydigan bo'lsa, bolangizni oson tarbiyalash yo'li bor. Diqqat bilan eshiting. O bola, menga qara. Qonimni qaynatmagin. Basharangni yirtib, ko'zingni ikkiga ayirib qo'yishim mumkin. Mana bu g'ijimlanib yotgan basharangni-chi, dazmol bilan tekislab qo'yishim mumkin. Mana bu chirib yotgan, tarakan bosib yotgan miyangni ochib, ovqatga qo'shib, chaynab yevoraman. Zavtrga tushuntira oldimmi? Sen kimsan? Bilab kechasi meni telefonimni ko'tarmaysan. Sen kimsan? Va musorlarni to'kmaysan. Mana sabab o'ynamagin. Men aslida ona emasman. Men aslida maniakman desangiz, bolangiz ko'proq qo'rqadi va sizni hamma aytgan ishingizni qiladi.